Juda ko'pchilik orzu qilgan 6 sotuvli 10 xona uyi bilan birgalikda mana shu katta hovlimiz endilikda sotuvda. Nestle svetoforning yonida yo'l yuziga ham atiga 100 metr yaqinlikda joylashgan mana shu chiroyli fayzli xonadonimiz sotuvga qo'yishibdi. Xonadonimizni ko'rishingiz mumkin. Oldi fasadlari ham chiroyli, mahallasi juda ham zo'r, to'liq asfalt qilib qo'yilgan. Kommunal tarmoqlarni ham shu joyi o'zida gapirib ketaman. Gaz, suv, svet, kanalizatsiya hammasi mavjud. Artezian suvi ham bor. Umuman olganda muammosiz. Hujjatlari ham joyida. Videoni boshlab bitta yurakchan qizartirib qo'yasiz. Obzorimizni boshladik. Mana bu yerda avtomashina kirish uchun mo'ljallangan garaj qismimiz bor. Hovlimizda o'ziga ham avtomashina kirgizsangiz bo'laveradi. Aytgancha videoda ko'rilgan avtomashina sotilmaydi. Uyni o'zini bahosini aytamiz. Fayzli hovlimizga kirib kelganimizda o'ng tomondagi xonalardan boshlasak, birinchi o'ng tomondagi xonamiz bu kattakon 7-8 metr atrofidagi zal. Mehmonlaringizni bemalol kuzatsangiz bo'ladi. Undan keyin esa uy dahliz ko'rinishli xona uyimiz planirovka qilingan ekan. Bu uylarimizni bittasini o'g'il bolaga, bittasini qiz bolaga yotoqxona qilib olsangiz ham yoki qo'shimcha mehmonxona sifatida ham foydalanishingiz mumkin. Yakkala eshigimizdan kattalar uchun mo'ljallangan spalnimizga kiramiz. U yerda o'zini alohida sanuzli ham bor. Qisqa qilib aytganda, mana shu qatorimizni o'zi bitta xo'jalikka yetarlicha xonaga ega. Kamiga buni podval qismi ham bor. Podvalimizdan orqa hovliga ham chiqadigan bitta joy qoldirib ketishgan ekan. Ko'cha tomonga kichkinagina eshik ham qoldirishgan. To'y bo'lganda misol uchun qulay bu narsa kerak bo'ladi. Ovqatlanib o'tirish uchun mo'ljallangan bitta xonamiz mana bu yerda yakkalik bo'ladi. Konditsionerlar o'rnatib qo'yishgan. Uning yonida esa barcha sharoitga ega qishki oshxonamizni ko'rsangiz bo'laveradi. Hamma mebellari ham tayyor holatda ekan. Undan keyin esa tandirlari bilan birga joylashtirilgan tashqi oshxonamiz bor ekan, lekin tashqi bo'lgani bilan eshiklari yopiladigan holatda bo'lgan ekan. Keyingi ko'radigan xonamiz bu kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Ichida sanuzul bilan birgalikda planirovka qilingan. Sanuzul ham naq bitta xonani kattaligida ekan. Faqat oluvchi insonlar o'zlari kelishganda bu xonani ko'rib olishadi. Hovlimizning o'rtasidagi chiroyli fontanlarimiz va mana shunaqa to'liqlikda aylantirib qo'yilgan surtoqlarimiz, mana bu mevali daraxtlarimiz hammasi hovlimizga fayz berib turibdi. Menga uyimiz juda ham yoqdi. Niyat qilganlarga jo'natib qo'yamiz. Mana bu qismimizda esa yana bitta naves qismimiz bor. Oilaviy o'tirish uchun hamda dam olish uchun mo'ljallangan hisoblanadi. Uyimizni obzorda davom etamiz. Bu yerdagi ketma-ket 3 ta xonamiz joylashtirilgan ekan. Bittasi bolalar xonasi, bittasi qo'shimcha mehmon kutish xonasi va bittasi fayli kattalar uchun mo'ljallangan, ichida sanuzul bilan birgalikda planirovka bo'lgan. Bu ham yana bitta xo'jalik uchun ideal varianti. Buni podvalda yana bitta detskiy xonamiz, bolalar o'ynash uchun mo'ljallangan alohida xona va yonida hojatxonasi ham joylashtirib ketilgan ekan. 3 ta sanuzul hamda 10 xona uy qo'shimchasiga deyarli to'liq podvallari mavjud bo'lgan ushbu xonadonimizni endi narxiga to'xtalamiz. Narxi bu yerda o'zi yer narxi ham qimmat, lekin sizlar uchun qulay narxda $189,000 to'liqligicha sifatli qurilish materiallari ishlatilgan yaxshi niyatda sotilmoqda. Egalarning telefon nomeri videoni pastda aloqaga chiqib, mana shu fayzli hovlini sotib olsangiz bo'ladi.